Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 2003-yil 11-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qonliq Edir. Avtori Muhammad Osman. 6-bob. Lahat ichidagi hayot. Hash-pash degucha bir necha oy o'tib, yil o'rildi. Qish ketib bahor, ondan yoz keldi. Odamzod uchar qanot, jon-jonivor, qurut qo'ng'izlargacha yangi hayotga erishib, yozning lazzatidan bahrlanmoqda edi. Zindonda bo'lsa, qish-yoz o'xshash. Zay, sovuq hukm surib, sesiqchilik odamni seskandiratdi. Jon talishib ingrashlar, nola faryodlar, tillash, qarg'ash, varqirashlar quloqni bizar qiladi. To'xti o'rnidan turib, davomlashtirib kelayotgan odati bo'yicha qo'shiqning dasti bilan ishik yenidagi tamg'a yana birini sizib qo'ydi. U har oy to'shqanda siziqlarni jamlab, yuqoriga yezib qo'yib, ostiga yangi boshdan har kuni bir siziq sizib qo'yadi. Hisoblab bildiki, u 1855-yil 12-oyning 5-ida qamalgan. Mana yil o'rilib 7-oyga 14 bo'pti. 8 oy zindonda yotdi degan gap. To'xti, yurti Feyzvatni o'yladi. Kang etizlar, tutash ketgan dehqon uylari, büyük baraxsan bog' o'rmonlar, o'yla aramni chumkigan taklar, qiyoqliq o'stan bo'ylari, qator ujmilar, suvga cho'milayotgan egiz qashqa chiqib, cho'nqur, gum qaynamlarga orqasicha chamollaq etib, beliqdek o'zib o'ynayotgan balalar, Feyzvatning kichikkina bozorida bir-biriga so'qilib meg'ildishib yurgan bozorchi dehqonlar, do'kkanida qiniq damlangan choyni ichib o'ltirishgan do'kondorlar, xo'jayin va erka bolalar ko'z oldidan bir-birlab tizilib o'tdi. Yurtini, dematliklarini seg'indi. Qorong'u zindon tortgan azoblari ko'nglini g'ash qilib, ko'z chanoqlari yoshga to'ldi. Dardlik yuragi ichishib, qandaqdir bir ajallik sirtmoq gelidan bo'g'iyotgandek nafas ilishi qiyinlashib, varqirg'usi, zulmatning kulini ko'kka so'rg'usi, o'zi shundoqla taqdirdosh mahbuslar uchun zulm tortayotgan notavon xalqning hurlik, erkinligi uchun zolimlardan o'ch olg'usi keldi. Turibla kichik Axunni eslab qoldi. Kichik Axun rost deydi. O'ch elish uchun kuch-quvvat kerak. Odamning kuchi faqat butun muskul sing'irlardan yig'ilib, mushtaga markazlashganda ittifoqlik hammadan muhim. Shuningdek, uningga tashkilligüchi yetakchi kerak. Kichik Axun buningga munosib. Men zindondan chiqibla kichik Axunkamni topaman. Qo'liga qo'l, do'stiga do'st, dushmaniga dushman bo'laman. Zolim amaldorlarning jojisini beraman. Atlarga petiqlatib, nolizar qilganda puxadan chiqida qaqlab kulaman. Bütün alemga anglangudek kulaman. Buning uchun bu zindondan baldurroq qutulishim, kichik Axunkamni tepishim kerak. Shug'unisi bu osonga to'xtamaydi. Foydaliq yeri hiliq qiz menga va'da berdi. Jazman qutqizman dedim. So'zining nihoyatda jiddiy, keskinligidan qaraganda rost qiladi. U xilidan beri qarasini ko'rsatmagani bilan menga kirgizgan kiyim-kechak, Rustam yetkizib berayotgan taomlar unutib qolmaganligi emasmi? Bundaq yuraklik ishlar uningdan boshqa kimning qo'lidan kelsin? U mening hayotimni qutqizdi. U mushunda xabar olmagan bo'lsa, allaqachon ustixonlarimni chashqanlar g'ajab, qaqshanlarini uvu qilgan bo'ladi. Ammo hech bilmadim. U menga nima uchun ashunda g'amxo'rlik qiladi? Ya'ni kelib uning bilan ya tanishmasam, ya kim ekanligini bilmasam, balki mening qip-qizil qonga bo'yalgan echinishli halim uning hissdoshligini qo'zg'agandi. Undaq bo'lmaschu? Yo'q, tanishmay, bir ig'iz so'zlashmay, yurak sirlarini bilishmaydigan odamning boshqacha niyatda bundaq mehribonlik qilishi mumkin emas. Uning o'tliq ko'zlariga moslashmagan sunuq chiroyi, yosh aqtirib turib bergan qat'iy va'dalarini qandoq tushunish kerak? Yaxshi ko'rish, muhabbat ekanligiga ishonmayman. U cho'ng boy ham mansabdorning qizi. Uni kelin qilish ko'yda nechilagan boy ota-onalar bosh qotirib atadigandir.
qanchilgan begzodlar o'zlarini yasab, diqqat nazariga erishish uchun ko'rishyotgandu. Yana natisi uni qo'lga keltirish orqali boylik, mansab egasiga aylanishni o'ylayotgandu. Meningcha, u qiz undaqlarni yoqtirmaydigandek qiladi. Ko'z qalbning derisi degandek, dili yumshoq, rahimdil, oq ko'ngilliki ko'zlaridan bilinib turadi. Balkim savobli topqili shundoq qilvatamdikin. Undaqda mangla g'amxo'rlik qilsa savob bo'lib, boshqalarga xayr sadaqa bersa savob bo'lmamdu? Yo'q, bahorda hamma gullar ochilgan bilan qizil bo'lsa qizil gul degili bo'lmaydi. Bozorda 1000 kishi, ko'ngilda 1 kishi deb ko'ngil dikisi ayrim bo'ladi. Gulzorliq gullarga to'lib tursimi, uzguchi faqat ko'ngliga yoqqan birni uzidi. Qaysini tanlashni u o'zi biladi. Turmushmi shundoq. Bir kimning yaxshi ko'rgini boshqalarning nazarida har qancha to'van sanalsimi, muhabbatlik qalbda tangdoshsiz o'rin tutadi. Gapning qisqasi, u qiz menga ich og'ritgan bo'lsin yoki boshqa muddani o'ylasin, ish qilib meni qutqizib qoldi. Hech kimning qo'lidan kelmaydigan botirligi bilan va'dasiga vafo qildi. Haftadan salomat chiqsam, odamgarchilik nuqtasidan bo'lsa uni izlayman, rahmatimni aytaman. Bergan tuzining haqqi uchun umrvoyat chakiri bo'laman. O'zimni normal erkak sanaganda, agar kichik oxunkam degandek u meni yoqtirib qolgan bo'lsa-ku, yo'q, bu mumkinchiligi yo'q ish. Navoda shundoq bo'ldi degandimi, uning Parizodninkidek jamoliga dog' bo'lishni zinhor xohlamayman. O'zim ko'yayotgan mudish do'zaxga uni hargiz so'rab kirmayman. U rohat farog'atda yayrab cho'ng bo'lgan qiz. Men bo'lsam yetimlikda xorlanib, yo'qsizlikda zarlanib yashagan oyoq ostidagi bir tal xasman. Uni ko'ngil shayton rostilla shu qo'yga solgan bo'lsa, o'zimni qochirishim, unutishga sharoit hozirlab, men ko'rayotgan rahimsiz dunyoning fojialaridan yiroq qilishim lozim. Shundala uning yaxshiliklariga javob qaytargan bo'laman. Yana bir ishnimi nazardan saqit qilishga bo'lmaydigandek turdi. U bo'lsa-mu Rayhon Gulg'u Rustam orqali menga xavandi-xoli qilib keldi. Buningdan boshqa haftada bir qatim qo'limga tegadigan dehqon nonlari, tatliq turum, meva-chevlarni kim kirgizdi? To'xti, chigish sirlarining tegiga yetolmay turganda, indonga qachondir kirib qolgan bir chivin gijildab uchqanicha o'rilib, to'nglikdan chiqib ketdi. To'xti, qattiq pushqunib o'zining ashu chivinchilik bo'lolmaganiga o'kindi. Erkinlik nima degan yaxshi? Mana u ushdi, xohlagan yeriga parvoz qila oladi. Chunki u erkin, menchu hammadan mahrum, hatto chivindan muojiz. To'xti, shularni o'ylab yurak bag'ri puchilanib, zindonning kichikkina to'nligiga tikilganicha uzoq turdi. Uning ko'z yoshlari qurib, xiyoli mujmallashgan edi. O'zining yetimligi, yolg'izligi esiga kelib, tutqun qilingan chog'dagi yana bir shafqatchi to'g'risida o'ylaydi. Ammo aralab holdan xabar elib turgan sirliq shafoatchining o'z vaqtida yo'piqsiz tavutni ko'tarib, lahatga elib ketayotgan qarindishi uchun yosh to'kayotgan motamdordek zindongacha uztib borgan Savur bilan Abdurahmon aka-ukalar ekanligini xiyoliga keltirmaydi. Buninglik bilan To'xtini ayblagani bo'lmaydi. Chunki u chaqda hushsiz, nimjon holatda edi. Aka-ukalar bo'lsa To'xtini biladi. Kishining masligini keltiradigan qaddi qomat, yuz ko'zida qetib qolgan beg'irrang qonlar, chekisidagi shalvargan qamcha izlari, chiroyini purkab turgan zulmat pardasi ularning esidan chiqmaydi. Aka-ukalar cho'nqur g'am qayg'u, azob ilikida hasrat nadomatlar bilan tavutni ko'tarib masjidga qaytirib aparganda, hekimning vazlarini anglab bo'lgan jamoat qabristonlikni yo'qlab, vaqidagi ota-ona, urug' tuqqanlarining rohiga atab tilovat, duo takbir qilib bo'lib, qonga bo'yalgan musofir yigit to'g'risida gap anglash uchun masjid oldiga yig'ilyotdi. Jamoatdan ba'zilari odam sanganmi gunohmi deb g'azablansa, ba'zilari ortay desa gunohdula, satay desa gap deganni anglamaganmidinglar?
mushundoq beshi qiyib kelib qolgan biror yetimchini tutib qiynash orqali to'kilgan qinida bizni qo'rqitmoqchi. Undoq bo'lsa, o'lgan odamni bog'lab masjidga akilamdi. Buningdek ish yakandala emas, 6 shaharning hammasida bor deyishatdi. Shu chaqda gap tingishab turganlar orasidan beshiga ko'kmat tumoq kiygan, uchsidagi ko'nrab ketgan qizil chekman tonning sol peshini o'ng qo'ltiqi ostidagi ikki tal bo'g'ichi bilan chigib olgan 50 yoshlardagi oq siriq, qo'y ko'z, quyuq soqol burutliq biraylan gapga aralashdi. Bu og'ina rostaydi. Van G'ojamning tadbiri jiq. Anglasak u Beijing xonidan ta'lim olganmish. Sizlar bilasizlar, men hech kimni haydab yurtma-yurt kezib, o'yma-o'y do'qirib, süzgüç tağaq, tarsha gugut degandek narsalarni setib jon beqib kelayotgan odam. Anglashimcha, Van G'ojamni Beijing xoni o'z farzandidek ko'rarmish. Uningga yakan 8 shaharning xonligini berganda nasihat qilib, sen uzoq yashayman desang, qondan qo'rqma. İmarat uzoq paylasun desang, ostiga tosh bos. Taxtim uzoq yashsun desang, ostiga bosh. Lekin shu esingda bo'lsinki, o'zing uqmas bo'lib ol. Avam ishni sendan ko'rmaydi. Ustalik bilan bir ikki odamni qurbonlik qilib atsang, xaloyiq chatoqni shularga ortib, seni yoshsun deb to'laydi deganmish. Ko'pinchinglar yurt ko'rmagan, ko'p ishlarni bilmaysizlar. Boyqidek qonga bo'yalg'ini birla odam deb qolmanglar. Yurtlardagi zulm sistemlarni etib tugatkili bo'lmaydi. Nagili barmayli qonliqqa qarshi chiqding deb tutayotgan, so'layotgan, mol mulkini bo'layotgan, so'loq xonalarni kengaytib, fuqarolarni xonavayron qilayotgan, qora darvozaning oldida birsi voy otam deb yig'lasa, birsi voy balam deyotgan ichinishli ahvolni uchirtimiz. Ularning nol-zarlariga chidab turg'ili bo'lmaydi. Texi do'lan taraflarda ahvol bakmo ig'ir. Bir tarafdan hasharg'ay desa, bir tarafdan kech-kunduz oromlik bermay, teriqchilik qildirayotgan. Do'lanliqlar ko'rgan dard alamlarni Xudoyim sili bizga ko'rsatmasin. Yakandimi sili biz ko'rmagan ishlar jiq. Suloq xonining oldiga barsanglar bilib qolasizlar. Xonliq zindoniga kirish bor, chiqish yo'qmish. Bu vahshiyliklar G'ojam uchun va G'ojamning g'ojisi uchun bo'lg'achqa, o'zingni bil, o'zgini qo'y, ko'tingni qis, yo'lingga mang degandek, bizmi dardimizni ichimizda bilib, o'z ishimizni qilmasak, bizgimi bor ashu kun. Shu chaqda biraylan, ana, savrlar keldi deb ko'cha tarafni ko'rsatgan edi. Hammalarning diqqati buraldi. Yigitlar quruq tavutni aslidagi o'rniga akilib, yopiq jazini qurashtirib qo'ydi. To'xtining o'lik yoki tirikligini bilishga taqozo bo'layotgan jamoat yigitlarning bu haqda ig'iz etishni kutib, ularga tikilishdi. Qandoqroq? So'radi Bayotin ko'p ishlarni tushundirgan ko'kmat tumoqliq odam Savrdan. Savr birga borgan uchaylarga qaratgandan keyin javob berdi. Jini barda qiladi, lekin kesib bir nim deyish tas. Gerçi u yigit o'lmagan bo'lsa-mu, fani dunyoning do'zaxida qoldi. Savr xonliq zindonni shunchalik joyida suratlab so'zladiki, u yerning o'liklar ko'milgan qabristonlikdek jimjit bo'lmasdan, balki go'shxo'r itlar do'lang kelib etilib turgan taraf-tarafdan anglayotgan nola faryodlarga quloq bardoshlik berolmaydigan, ko'rdinmi necha hassa cho'nqur, nafas olg'usiz sezqichilik dimoqqa urilib, ko'ngilni ilishtiradigan mudish ko'rinishi anglaganlarning ko'z oldida namoyon bo'ldi. Ular bechora yigitning lahat ichiga terik tashlanganligini eshitganida, go'yo o'z qarindoshlarini qandoqdir vahshiy jallod terik so'yayotgandek, ularning echinishlik ng'ala, ahu zarlari tog'u toshlarni eritib, osmondan qon yomg'iri yig'ayotgandek, koinotmi insonlar orasidagi bundoq qabohatga o'kinib, begunohlarning o'limiga motam tutish uchun oq libos kiyayotgandek, echinishlik manzara ilikida to'xtining qonliq holatini eslab, ig'ir sukutga cho'mgan edi. Kutilmaganda taqvodor imom gilini qirib, jamoat, o'ylaringlarga chiroyliqcha qaytinglar, dedi ko'pchilikka. Yili bekor orimizdan birisi chiqib,
chiqish tursa, heliqi yigitga yuztashlik qilding deb, yana netchimizni tutmamıson. Kunduzi gap qilsang, atrofingga boq. Kechsi gap qilsang, eg'izni quloqqa yoq degan gap bor. Biz xalqning orasida ha deb dumbisini qiqib qo'ysa aldinib, otisining soqolini yulib, ochisining chechini qirqib berdiganlar yo'q emas. Buningdek tuzkorlarga Van G'ojamning qo'li ochiqmish. Xudoning bizga bergan kuni shu ekan, shukr qilaylik. İmam Hassi bilan yerni cho'qilab oldida mangdi. Ko'pchilikmi cho'nqur g'am qayg'uga cho'mgan holda boshlarini to'van silib uylariga ravon bo'lishdi. Savurning zindon sulaxona deganni tunji ko'rishi edi. Shu taqda ko'z oldidan to'xtining etinishli holi, qora darvoza ichi, zindonda ko'rgan nafratlik ham etinishli manzarlar zotila ketmaydi. Xap to'xtab turish. Oxiri uchimizni olmaydigan bo'lsak, deydi u tishlarini g'uchirlatib. Senlarning qaqshaydigan kunlaringmi cho'qim keladi. Savur yutaqchilarga qattiq g'azablansa-mu, ochiqini qandoq chiqarishni to'xti va sulaxonada ko'rgan odamlarning o'chini qandoq ilishni bilmaydi. Faqat oyning 15i yo'ruq bo'lsa, 15i qorong'u ekanligiga ishonib, Tangrining kunlarning birida tangshab beradiganligidan umid kutadi. Agar shunda payt kelsa, hozirning o'zida ravzishib ambal Hekimbayni terik turg'izib so'yishdan yanmaydi. Buning nerisini o'ylash qo'lidan kelmaydi. Shuningdan tortib, Savur to'xtini zodila unutolmadi. Qutuldirishga ko'zi yetmadi. To'xtining yurtida laqami bilan qo'shilib, To'xti Manju deb atildiganligini bilib olgan edi. Shunga birer urug' tuqqani chiqib qolarmikin deb yakanga kelib qolgan musofirlardan ko'p surishtirdi, ammo biladiganlar chiqmadi. U pat-pat hibsxona oldi bilan mangib, qora darvozaga qaraydi. U yerda qorovullardan boshqa hech kim ko'rinmaydi. Ichidan ba'zida ishning hovlashlari anglanib turadi. Savur kuzatish va tingtinglashlar orqali sulaxonaning haftada bir qitim har juma kuni mahbuslarning uylaridan kelgan narsalarni yetkazib beradigan qoidasi borligini bildi. Savur shu kunga to'g'rilab non opiribdi. Nemishqidir gundaxona kuzatchilari olg'ili unimidi. Shundaqdimi har juma kuni ilib beriverdi. Oxir bir mezgildan keyin narsalarni oldi-yu, ammo kimning akelganligini to'xtiga aytmadi. Savur ehtiyot yuzidan ismini aytib bermagan edi. Vaqt hammani unutildirdi deb jamoat o'z ko'zi bilan ko'rgan bu fojiani uzoq o'tmayla unutib ketdi. Chunki To'xti fojiasidagi voqealar yurt-yurtlarda kunda tegidek yuz berib turadi. Bu xil jiddiy vaziyat kishilarni andishiga silib, avam xalq o'zlarining omonligidan ansiraydigan holat shakllanayotdi. Bundaq dishvorchilikqa xotima berib, insoniy erkinligini qo'lga keltirish uchun fursat kutishga to'g'ri keladi. Texmi muhimi, ommani zulmga qarshi kurashga tashkillaydigan birer qobil yetakchi bo'lmasa bo'lmaydi. Bu nuqtadan olganda, hozircha avamning arzu-armonlari kompassiz kemiga o'xshash nishonga qarab ilgiriyolmay, o'z musofasida qaymoqib yurmoqda edi. 6-bob tugadi.